Mobile Legends o'yini haqida bugun sizlarga Bomb Gaming tomonidan 50 ta fakt aytib o'tiladi. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Qanunda ketdik. Mobile Legends birinchi bo'lib 2016-yil o'z faoliyatini boshlagan. 2016-yil birinchi bo'lib Android va iOS telefonlarda o'z faoliyatini boshlagan. Ishlab chiqaruvchi kompaniyasi Manton. Manton so'zini uzunroq qilib talaffuz qilsak, Manton Shanghai Technology. Ishlab chiqaruvchi davlat bu Xitoy. Ishlab chiqaruvchi inson bu Watson Hu. O'yindagi birinchi giroy bu Mia giroy. Shuning uchun o'yin bannerida Mia giroy turadi. Mobilda asosan katta zonalarda 5 ta line mavjud. Gold line, Jungle, Roam va XP. Kichkina zonalarda esa linelar mavjud emas. O'yindagi birinchi rank bu Warrior ranki. Va shuncha qiyinchilikdan keyin siz Mythic rankiga o'tasiz. Rankingizni ko'tarishingiz uchun sizga yulduzchalar yordam beradi. Warriordan Grandmastergacha qiyinchiliksiz o'tasiz. Har bitta matchda bitta yulduzcha olasiz. Aksincha yutqizib qo'ysangiz esa bitta yulduzchangizdan ayrilasiz. Har bitta rankka ko'tarilishingiz uchun siz 25 ta yulduzcha olishingiz kerak. Siz yutqizayotgan paytingiz o'yin sizga bitta zashita beradi. U faqat bir martagina sizga yordam bera oladi. O'yinda yaxshi natija ko'rsatib MVP olsangiz ham zashita olasiz. O'yinda siz uchun har xil kichkina yordamchi tugmachalar mavjud. Har bir giroyga to'g'ri qo'yilgan tugmacha sizga o'yinda katta samara beradi. Siz agar lesnik bo'lsangiz, bu sizga asqotadi. O'yinning 3-daqiqasida toshbaqa paydo bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Toshbaqaning joni kam qolganda siz bu tugmachani bossangiz bo'ladi. Agar raqib kelib qolsa, toshbaqani javob ketishga muvaffaq bo'ladi. Toshbaqa sizga va komandangizdagilarga oz miqdorda shit beradi. Siz o'yinning 10-daqiqasigacha toshbaqani 3 marta o'ldirishingiz mumkin. Toshbaqa har 120 soniyada qayta tiriladi. 10 daqiqadan so'ng esa u Lordga aylanadi. Lordning joni toshbaqadan 2 karra ko'proq bo'ladi. Lord siz eng ko'p buzgan layndan dushman zonasiga qarata boradi. Lord tirilgandan so'ng esa sizning doimiy kichkina griplaringiz oz miqdorda kattalashadi. O'yinda siz uchun eng kerakli narsa bu pul, ya'ni farm bo'ladi. Siz har bitta killingiz uchun pul olasiz. Har bitta qilgan partishkangiz ham sizga ozroq pul beradi. Eng asosiysi to'g'ri komanda tanlashdir. O'yinda siz bir levelda maksimal 15 levelgacha ko'tarilishingiz mumkin. 15 bu eng oxirgi daraja. Siz agar fightga kirib qolsangiz, raqib leveliga qarashingiz kerak va e'tibor berishingiz kerak. Agar siz 15 bo'lsangiz, raqiblarning darajasi sizdan past bo'lsa, bemalol fight qilaversangiz bo'ladi. Agar unda ham o'ldira olmasangiz, siz ko'proq mashq qilishingiz kerak. Kartada lesniklar uchun ajratilgan 2 ta buff mavjud. Qizil buff va ko'k buff. Qizil buff damage va slow beradi. Ko'k buff esa mana va cooldownga ishlaydi. Bu bufflar lesnik uchun. Videomizni shu joygacha kuzatgan bo'lsangiz, katta rahmat. 50 ta fakt bo'lishini yana xohlasangiz, videomizga like, kanalimizga podpiska bosishni esingizdan chiqarmang. Kattakon rahmat.